Assalomu alaykum qizlar. Mana bizga yangi katalog keldi. Bu zakaz urmaymiz dedik, lekin baribir kam zakaz urdik. Mana 3 ta paket zakaz kelgan. Hozir hammasini sizlarga ko'rsataman. Bu 3 ta odam alohida odamniki va ularga qo'shib hammamizga bittadan katalog kelgan yangi. Birinchi aytib o'taman, mana shu katalogdan agar mana shu katalogda 2-martdan 22-martgacha registratsiya bo'lsalaring, mana shunaqa ajoyib Shameless degan atirimiz sovg'aga keladi. 375 minglik zakaz urasiz. 375 mingingizni ayirasiz, 20% уже sizga 20% chegirma bilan keladi. 20% ayirsangiz 300 ming bo'ladi. 300 ming so'm to'laysizda va shunaqa atirga ega bo'lasiz bepulga. Duxini o'zi 200 ming turadi, atir o'zi. Plus yana 300 minglik narsalarga olasiz. Endi sizlarga o'zimni aytgan narsalarimni birinchi ko'rsataman. Mana shunaqa la kremdan krem aytganman. Bu 8-martga sovg'aga 12-145 va shunaqa anosi bor. Gelda dushasi 83-22 mana ikkalasini podarok qilib bersangiz juda ham chiroyli. Buni o'zim ishlatganman, hidi prosta bomba. Orxideyaning hidi вообще zo'r yoqyapti menga. Vermedandan krem kelgan. Bu ham universalniy krem, bunga o'xshagan universalniy krem. Ikkalasining ham hajmi bir xil, 150 mg. Artikuli 12.080. Bu verbenani hozir chiqaryapti kompaniya, boshqa narsa o'rniga nima qiladi shekilli, shuning uchun hozir skidkada. Tak. Mana shunaqa aloylik nima kelyapti? Aloy и мочевина 2 в 1 krem namlantiradi va oziqlantiradi. Tak, artikuli buni 12.062. Juda ham zo'r krem, hamyonbop. Bor yo'q 30 ming turadi, lekin 100 mg kattagina hajmda yuzlaringizga вообще zo'r увлажнять qilib beradi. Tak, mana shunaqa ikkita BB krem, Etskalagendan SPF 15 bor tarkibida. Mana bemalol qizlar hozirgi bahorgi quyoshlarga bemalol surtib ishlatsalaring bo'ladi. Hozir yuzlarimiz ham unaqa darajada qorayib, quyoshga nima bo'lib ketmagan, shuning uchun bemalol ishlatsak bo'ladi hozir bahorga. Tak, bahor, yozlargacha ishlatsak bo'ladi. 67.90 mana artikuli. Hidi rosa ham приятный ekan. Ham Etskalagen seriyasi bilasizlar zo'r ishlab chiqariladi va oxirgi mahsulotlarim mana bu chekim, shu kamginagina chekim, kichkinagina. Tak, paketimizni olib qo'yamiz. Mana shunaqa tush kelgan Celebrity'dan. Nasıl chiroyli, qaranglar buni yaltirashini. Hozir mana. Bundan ikkita kelgan qora rangidan, bundan 3 xil rangi bor, ko'ki, jigarrangi va qorasi. Hozir ochib, lekin ochamiz-da va sizlarga cho'tkachasini ko'rsatay. Hammaga qiziq qanaqa shotichkasi bor. Tak. Ana, qaranglar qanaqa cho'tchkasi. Juda ham zo'r, uдлинять qilib beradi. Katalogda narxi 30 ming so'm, tushimiz narxi 30 ming. Mana bu 30 minglik. Mana bu tushimiz 25 ming. Kimga kerak bo'lsa qizlar yozinglar. Tak, mana bu anonga. Hozir It's Clear'dan объемный tush, bu ham uni shotkasi вообще boshqacha mana. Buni silikonoviy emas, shotkachalik. Bu 25 minglik tushimiz. Mana bu kremimiz 35 ming, bunisi 30 ming gelda dushamiz. Mana bu ham 35 mingdan kremimiz. Bu 30 ming. Bu o'zimiz zakazlarimizda, bu kamginagina. Endi davom etamiz. Yana bitta novichogim dedim-ku, o'tgan safar videomizda mana bitta katalog kelgan unga ham. Nima aytgan? Tak, 4 ta sredstva kelgan novichogim. 4 ta sredstva kelgandi-ku. Ana shu novichogimni yana duxila aytgan. 3 ta Delaystiki. Buni artikuli 37-32. Mana 3 ta. Sizlarga ko'rsatdim ochib o'tgan safar, shuning uchun ochmaymiz bu safar. Duxachasini. Tak, vaqtimiz kam. Tak, shunaqa ikkita shampun aytibdi. Ummaniki детский shampun balzam. Artikuli 28.09. Juda ham zo'r, sochlarim mayin qilib beradi. Qulupnoy hidi zo'r keladi. Keyin bitta pionlik nabor 8-martga mana bu ham ajoyib sovg'a. Tak, bu safar korobkada emas, paketda kelgan narsalarimiz kamligi uchun. Mana kremi питательный krem. Artikuli 39.99 kremi. Bu gelya dushasi. Tak, 35.90. 40.02 spreyi va shampuni
10 345. Kimga shunaqa nabor kerak bo'lsa, naborimiz 80 mingdan qizlar. La krem seriyasidan 83 25. Mana shunaqa 3 ta dezodorant aytgan. La kremdan qarang, mana unaqa, mana bularni solib turamiz, o'z-o'zi bu narsalarni olib turing. Mana shunaqa nabor qilib bersalarim ham bo'ladi, qaranglar. Kremi, nimasi, dezodoranti. Endi bu zakazlari, uni zakazlari. Bu la krem dezodoranti 30 ming qizlar. Rosa ham xo'p, приятный bo'ldi mana. Bu zakazlari ham tugadi. Zakazlarimiz kam edi. Endi yana bitta nimamizniki. Mana o'sha 3-katalog, hammaga bitta katalog kelgan. Chunki katalog bilan ishlash qizlar oson. Mana shunaqa paketchalarimiz bor Havellikda. Mahsulotlaringiz bemalol sig'adi, kattagina, anchagina narsa sig'adi. 2000 mi 3000 turadi. Puli. Mana ikkita retinol toner aytgan. Bu yangi novichogim, bu boshqa novichogim. Bu ikkita retinol toner aytgan. Tak, artikuli 12 mana. Bunga qo'shimcha ikkita gel umыванияsi ham bor. Bitta naborda mana. Mana shunaqa nabor sovg'a qilsalaringdan bo'ladi 8-martga bayramga mana. Ikkita gel umыванияsi ham kelgan. Juda ham zo'r sifati, prosta mana gap bo'lishi mumkin emas sifatiga 12158. Ikkita gel umыванияsi, o'zimda ham tonerim, ham nimasi bor, ikkalasi ham bor o'zimda ham. Ishlataman. Unga ham bitta shunaqa tonalniy krem kelgan BB. Mana artikulini boya aytib o'tdim. Bu o'ziga zakaz qilgan, hozir bahorga hammaga kerak. Tak, mana shunaqa intimniy gel. Narxi 35 ming. Так, 87-22 artikul. Gel для интимного афродизиак для чувствительной кожи. Allergiya bermaydi, qichitmaydi, nima qilmaydi. Mana shunaqa ikkitalik sovunimiz kelgan Vitamaniyadan. Tak, tarvuz va qovunni xili keladi. 84 gram ekan. Tak, artikulni ko'rmayapman. Tak. Qizlar artikulni umuman ko'zim ko'rmayapti. Sizlar ko'rayotgan bo'lsalaring aytinglar. Bilmayman qayerda artikul. Xullas mana Vitamaniyadan qovun va tarvuz hidli ikkita. Bitta tomoni qovun, bitta tomoni tarvuz. Juda ham zo'r sovun. Va bitta shunaqa 17 dasi birda krem sprey sochga kelgan. Tak, buni ham uni zakazlari 210. Уже bu o'zini uchun zakazlar urib, bitta shuni tonalni o'ziga aytgan, qolgan hammasi uni zakaz berishdi odamlar. Mana uni cheki, 3 ta chek kelgan, общий 3 ta odamniki. Mana shu kichkina zakazimiz bo'lgan. Bu safar mana 3 ta katalog va shu kichkinagina zakazimiz. Bu 3-katalog bo'yicha eng oxirgi zakazimiz. Endi mana u katalog 4-katalog, xudo xolisa dushanbadan amal qilib boshlanadi. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha xayr, hammalaringni yaxshi ko'raman. Bayramlarni yaxshi kutib olinglar.